Alloh taolo seni qavming orasidan Ibrohim alayhisalomning dinini yangilaydigan bir kishini yuboradi. Agar uni topsang, unga yetsang, bas uni o'zingga lozim tut. Rasulullohni yuborilishiga haqida ahli kitoblarning qo'lida ma'lumot bor edi. Injilda, Tavrotda xabar bor edi. Mana Alloh taolo Qur'onda Iso alayhisalomning tilidan xabar beradi. Astagfirullah. Va mubashshiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Men dedi Iso alayhisalom, o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar beruvchi bo'lgan holda yuborildim. Iso alayhisalom aytayapti, mendan keyin Ahmad ismli payg'ambar keladi. Buni yashirishdi bular. Yahudlar qabul qilishmadi, chunki Yahudlardan chiqmadi-da, arablardan chiqib qoldi. Seni o'zingni shaharingdan Ibrohimni dinini yangilaydigan bir odamni Alloh yuboradi. Agar uni topsang, uni o'zingga lozim tut dedi. Hishom ibn Urvadan Asmo bint Abu Bakr aytadi, tahqiq Zayd ibn Amrni Ka'baga suyanib turganini ko'rdim, risolatdan avval. U aytar edi: "Ey Quraysh jamoasi, oranglarda mendan boshqa biron kimsa Ibrohimning dinida emas." Ibrohim alayhisalomni dini, shariati yo'q bo'lib ketgan edi, xabarlari. Shuning uchun qanaqa qilib ibodat qilishni bilmasdi Zayd ibn Amr. Aytardi: "Parvardigor, men Ibrohimning dinidaman, lekin qanaqa qilib ibodat qilishni bilmayman" deb yotib turaveradi, tartibsiz, palapartish sajdani qilaveradi, rukuni qilaveradi. Qarang, hech kim da'vat qilmasa ham haqda o'zini pokiza tabiati bilan istayapti. Va mana shu kishini payg'ambarimiz qiyomatda yolg'iz o'zi ummat bo'lib tiriladi deganlar. Bitta o'zi yolg'iz ummat bo'lib tiriladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.